Alo. Assalomu alaykum. Alaykum. Nurinsa onajonga tushdimmi? Ha. Onajon, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Sviyazi bor joyga chiqib oling. Sviyazi bor joyga chiqib oling, sizga gapim bor. Mayli. Yakkasadadan Nurinsa opajonimizga tushdim, to'g'ri? Ha. Men Baxtli ayol kanalidan G'aniyeva Zulfiya sizni bezovta qilyapman-da. Ha, mayli, nima bezovtaman? Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklagani keldim mana shunaqasiga. Rahmat. Sizni juda ham yaxshi ko'radigan o'g'lingiz bilan keliningiz aynan siz uchun chiroyli maktub yuborib tabriklab qo'yishimni iltimos qildi. Mayli, rahmat. Ko'p yashang, barakat. Agar ruxsat bersangiz, ushbu maktubni o'qib beraman onajon. Mayli. Assalomu alaykum, qalbi qaynoq, mehri daryo onajonim, mehribonim. Sizni shukrona kuningiz bilan muborakbod etaman. Baxtimizga doimo sog'-salomat yuring. Yuzingizdan kulgu, qalbingizdan quvonch tark etmasin. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Yana 100 yoshlarni qarshilab yurish nasib aylasin. Allohim nasib etsa Makka tillolarga borish nasib etsin. Sizni bilib bilmay, ko'nglingizni ranjitgan bo'lsam meni kechiring. Baxtimizga omon bo'ling deb sizni yaxshi ko'rib qoluvchi o'g'lingiz Shahbozjon va keliningiz Shahnozalar yozgan. Eshityapsizmi? Ko'p yashaysiz, baxtli bo'lsin, Xudoga qo'shib qarsin. Va barcha oila a'zolarimiz nomidan akam Imomali, ukam Mirkomil va yangam Madinaxon, nabiralaringiz Xushnoza, Imronbek nomidan chin qalbimdan tabriklayman. Eshityapsizmi onajon? Ha, eshityapman. Bu yerda hozir sizni rasmlaringizni ko'rib, she'rlarini o'qib beryapman-da, xatlarni. Yuzingizda nur bor, hayotda ancha ko'p kunlarni ko'rgan, farzandlarni mashaqqat bilan katta qilgan mehribon onajon ekansiz. 50 yoshingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Agar onajon ruxsat bersangiz, mana shu she'rni o'zim yozganman. Aynan mana shuni siz uchun o'qib beraman farzandingiz nomidan. Kelindan omadingiz kelgan ekan, keliningiz yozgan aynan maktubni o'g'lingizning aytganlarini yozib turgan tushunishimcha. Mayli. Ona, menga rostini ayting. Yaxshi farzand bo'la oldimmi? Sinovlarim dengizi ichira sizni rozi qila oldimmi? Chopaverib tashvish ortidan farzandligim burchim unutdim. Na bir dona atirgul olib rahmat deya qo'lingizga tutdim. Ey jannatim, rostini ayting, yaxshi farzand bo'la oldimmi? Yarim tunda bergan sutingiz bir tomchisin oqlay oldimmi? Ona, menga sovg'a keltirmang, ushbu jonim sovg'a qilgansiz. Kimlar menga rahmat demadi, aqli ongim sovg'a qilgansiz. Ey jannatim, rostini ayting, yaxshi farzand bo'la oldimmi deya ushbu she'rni Shahbozjon nomidan qabul qilasiz. Rahmat. Ko'p yashaysiz, Xudoga baxtli bo'lsin. Onajon, o'zi qanday farzand bo'ldi ular sizga? Qaysi xarakterlarni ko'proq yaxshi ko'rasiz? Yaxshi. Ha, ko'proq nimalarni yaxshi ko'rasiz? Sog'ini bersin. Xo'p, baxtli bo'lsin. Bu o'g'lingiz sizga 10 kun oldin yozgan edi. 10 kun oldin ocharat olib qo'ygani singari 10 kun oldin harakatga tushgan edi. Onamni xursand qilishim kerak deb insofli bola ekanligi shundan aniq sizni ko'nglingizni mana shunaqasiga olishga harakat qilmoqda. Ilohim mehr oqibatlaringizga ko'zlar tegmasin. Aytganingiz kelsin, Xudoya. O'g'lingiz, oilangizga bitta chiroyli duolaringizni ayting, gapingizda bo'ldim, uzr. Bolalaringizni bitta duo qilib qo'ying onajon. Baxtli bo'lsin, davlat bo'lsin, sog'an yaxshilik kunlarga buyursin. Xo'p. Agar bilib bilmay ranjitgan bo'lsa, meni kechirsin degan. Meni xafa qilgan yo'q, hech qaysi bolam. Ha, ko'zlar tegmasin. Juda ham havas qildim oilalaringizga. Bizlarga ham sizlarning yoshlaringiz nasib qilsin onajon. Nasib bo'lsin, o'laram. O'g'li qizli bo'lsin. Rahmat onajon, men sizni bolalardan kelib qolsin, mening yoshimga kirib yursin bari. Rahmat kattakon. Ovozingizni yozib oldim. Rasmlaringizga montaj qilib, tez orada surprizingizni siz uchun jo'nataman.
Mayli. Sizga ham rahmat, ko'p yashang, baraka toping Xudoya. Rahmat onajon, duolaringizda bizni yo'qlab qo'ying. O'zingizni ehtiyot qiling. Mayli, ko'p yashang. Salomat bo'ling ona. Mayli, keyin. Xo'p ona.